Bir qadrdonimiz aytadilarki, bir kun masjidimizga bir mayitni olib kelishdi peshin mahallaga. Ertaroq olib kelib qolishgan ekan, o'g'li oldimga kirdi. Dadam bo'ladilar bu o'lik mayit, janozaga olib chiqilgan odam. Hojilarga borganlar, umralar qilganlar, xayri saxovatlar ko'p qilganlar. Sizlarni masjidlaringda 5 mahal namoz o'qirdilar. Ko'p menga o'zlari o'qiydigan joyda men shu yerda turib o'qiyman namozdirdilar deb joyini ko'rsatsa, imom, hoji akamni men tanirdim, yaxshi odam edilar, nima bo'ldi? Joy oldim, bizni boshimizga katta qarz tushib qoldi. Juda ham katta qarz. Uzib $10,000 qolganda hech ham bir ilojini qila olmay qoldik. U qo'shni, bu qo'shni, u qarindosh, bu qarindosh hech kimdan topilmay qoldi. Oxiri dadam rahmatlik ko'chamizni boshidagi magazinchi hoji akani oldiga chiqdilar. Hoji aka bilan gaplashsalar, mayli men beraman, Xudo uchun beraman. Befoiz, beevaz beraman. Faqatgina bitta sharti bor-da. Nima sharti? Uyingizni meni nomimga o'tkazib berasiz debdi. Notarius xizmatini to'laysiz, yana qaytarib olayotganingizda ham notarius xizmatini qilsangiz, mendan sizga yordam $10,000 vaqtida bersangiz bo'ldi hoji aka. Xo'p bo'ladi. Uy hujjatlarini olib chiqib notariusda oldi sotdi qilib hoji akaning nomiga o'tkazishibdi magazinchini. Xudoning qudrati bilan deyapti o'g'li, 10 kun 15 kun o'tganda uyimizni pul bosib ketdi deydi. Kechasi kunduzi pul kiryapti dedi. Aytilingan joylar, qilingan ishlardan shunaqa pul kirdiki, katta umumiy qarzimizdan 10 barobar katta pul keldi dedi. Chunki niyat berishligida dedi. $10,000 olib ajratib magazinchi hoji akani oldiga vaqtidan oldin chiqib, hoji aka mana rahmat, bizni xijolatchilikdan chiqardingiz, men $10,000 olib qo'ying desa, nima deyapsiz? Ha, qarzimiz qarz bas. Qarz bas nimani tushunadi? Zakoti deb tushunadimi? Endi qarangki, nima bo'ladi hoji aka desa, uyingizni men sotib olganman debdi. Hoji aka, bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida $300,000 joy bu. Unaqa $10,000 bas, bor xolagan joyingga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman, bor yo'qoldi haydab yuboribdi. Eshitagiga chiqib, mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib, bola chaqasi bilan, kelin, nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab, gursatib yiqilibdi-da. Og'zidan oq ko'pik kelib, doktor chaqirib, doktorga olib borsa, insult bo'lib qopti. 3-4 kun yotgandan keyin doktor chaqirib, davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib yuboribdi. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi. O'g'lini chaqirib, o'g'lim shu omonat shu magazinchiga berasan, men o'lganimda yuvib, kafallab, masjidga namoz o'qigani chiqib ketilayotgan paytda magazinda oldiga to'xtaginda shu xatni magazinchi hojiga berib qo'y debdi. Dada, hali yoshsiz, tuzalasiz, qancha odam tuzalgan bu kasaldan. Siz yoshingiz katta bas bo'lsa, o'lim haqki o'g'lim. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa bir kun emas, bir kun o'limni men totaman-ku. O'g'liga taskin beribdi. 2 kun o'tgandan keyin hoji aka o'libdi-da. Yuvilib, kafallanib, o'lik tashiydigan mashinada namozga olib chiqib ketishyapti. Magazinda oldiga mashina to'xtaydigan joyga qo'yib, hoji akaga berib qo'ying xatni deb yugurib kirib hoji akani chaqirsa chiqibdi. Dadam shu xatni sizga beruvdilar, o'qirkansiz. Shunday xatni ochib, o'qib, u ham orqasidan gursatib yiqilibdi. Nimaga bu hoji aka ancha munchaga yiqilmas edi, bu xatda nima deb yozilgan ekan deb, xatni ochib o'qisa, xatda yozilgan ekan. Hoji aka, siz aytgandek men bu dunyoda boradigan odam topolmadim oldiga. Hech kimga bir gapni gapira olmay qoldim. O'zini huzuriga ketyapman, haqni huzuriga. Ilojini qilsangiz bormen debdi-da. Kim ilojini qila olmaydi? Kim ilojini qila oladi? Bormaslikdi. Orqasidan mana ketdi-yu asrga to'g'rilab. Ana birovning haqqini shu darajada gapiriladiki, haqqi mardumni emas, sirot uzra tutar.